Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun 14-avgust 2026-yil sanasi. Do'stlar, ko'rib turganlaring ananasnaya sort qizil kivimiz. Xudo xolasa mana bu yildan hosil berishni boshladi. Hozirgi mana avgust oyidagi mevalarini rivojlanish jarayonlarini ko'rib turibsizlar. Bu ananasnaya sortimizni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib mana biz xudo xolasa hosillarini ko'rdik. Hozirgacha bu ananasnaya sortimiz haqida O'zbekistonda birorta bir agrobloger, ko'chat yetishtiruvchi insonlar bir ko'rsatishgani yo'q. Buni ona daraxtlarini olib kelganimizga 7 yil bo'lyapti, xudo xolasa. Mana ko'ryapsizlar hosildorligini, qanaqa yuqoriligini. Ananasnaya sortlarimizga zakaz olamiz. Xudo xolasa bu sortimiz 1 oy, 1,5 oy oralig'ida pishib yetiladi. Kanalimizni kuzatib borsalaring, hosillarini terish jarayonlari, mevalarning ichki ko'rinishi, mevalarning mazasi haqida hammasini batafsil yoritib boramiz. Bizda kivilarning har xil noyob sortlaridan bor. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli, sifatli qilib ko'chatlaridan chiqarib beramiz. Kanalimizni kuzatib borsalaring, hamma jarayonlarni alohidadan video lavha qilib joylab boramiz. Ananasnaya sorti mana. Juda ham mazasi shirin bo'ladi. Mevalari ham sizlar o'ylaganchalik mayda bas. 3 sm, 4 sm oralig'ida mana mevalarni ko'rishlaring mumkin. Bu yana oktyabr oyigacha yana mevalar yiriylashadi. Terish jarayonlarini ham xudo xolasa kanalimizga video lavha qilib joylaymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.